Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugundan ushbu kanalda Project Management, ya'ni loyiha boshqaruvi haqida video va darsliklar qo'yib boriladi. Darsliklarga kirishdan oldin men haqimda qisqacha. Istamjon Majidov, proyekt menejer hisoblanaman. Bugunga qadar 15 dan ortiq loyihalarda qatnashdik. Bular davlat loyihalari, xususiy korxonalar bilan ishlash, ilovalar ishlab chiqish, tadbirlar uyushtirishlarda proyekt menejer bo'lib ishlab kelmoqdaman. Xo'p, bu videolardan maqsad nimada? Maqsadim mendagi bilim va tajriba bilan bo'lishish, o'zbek kontentini rivojiga hissa qo'shish, sohada kuchli bo'lgan spikerlarni jalb qilish va ular bilan bo'lgan suhbatdan foydalanib bo'lishish. Shu o'rinda eslatma qilishim kerakki, men gapirayotgan gaplar bu mendagi ma'lumotlardan kelib chiqqan va gapirganimda umumlashtirishga urinaman hamda ehtimolliklarni inobatga olmaslikka harakat qilaman. Siz ko'rib turgan hozirgi videodagi ma'lumotlar hozir, ya'ni video chiqqan sana, vaqt uchun to'g'ri deb hisoblangan. Keyingi videolarda o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Hop. Bugungi darsimizda qisqacha loyiha nima, loyiha boshqaruvchisi PM kim, loyiha boshqaruvchisi Project Manager bundan buyog'iga PM, ya'ni o'sha qisqartma PM deb ataladi. Shuni inobatga olib ketishlaringizni so'rardim. PMning vazifalari nimadan iborat? PMning kelajagi haqida qisqacha ma'lumot, o'sha statistika ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi o'rinda umumiy loyiha haqida, loyiha menejeri haqida gap ketganda, loyiha nima degan savolga avvalambor javob topish kerak. Bu uchun Google ga yoki ChatGPT ga so'rov berganda quyidagi javoblarni olishimiz mumkin. Loyiha aniq maqsadga erishish uchun muayyan vaqt ichida kelishilgan, rejalashtirilgan va bajariladigan tashabbus. Yokida loyiha bu aniq maqsadga erishish uchun vaqtinchalik amalga oshiriladigan natija, mahsulot yoki xizmat yaratishga qaratilgan jarayondir. Yana bir manbada Project Management institutida quyidagi ta'rifni ko'rishimiz mumkin. Loyiha bu mahsulot, xizmat yoki natijani yaratishga qaratilgan vaqtinchalik faoliyatdir. Bu vaqt cheklovlariga ega bo'lib, boshlanish va tugash sanasi aniq bo'ladi. Loyiha maqsadi o'ziga xos va takrorlanmas qiymat yaratishdir. Hozir biroz tushunish qiyinroq bo'lgan bo'lishi mumkin sohaga yangi kirib kelganlarga. Quyidagi misollar bilan tushuntirishga harakat qilaman. Umumiy olganda hayotimizda yoki ish jarayonidagi vazifalarni, topshiriqlarni loyiha deb olib qarasak bo'ladi. Misol uchun, ovqat tayyorlash, pishirish jarayonini ham bir loyiha sifatida ko'rish mumkin. IELTS imtihoniga tayyorlanib, yuqori ball olish, bu ham loyiha. Vazn tanishlash yoki semirish, vazn to'plash, bu ham bir loyiha sifatida qaraladi. Har bir loyiha aniq o'lchab bo'ladigan va vaqt chegarasiga ega bo'lish foydali. Ya'ni deylik, ovqat tayyorlash jarayonini ko'rib chiqamiz. Xo'p, ovqat tayyorlanish jarayonida aniq ovqat qilish kerak, o'lchab bo'ladigan, ya'ni necha kishiga, oilada 4 kishi, o'sha 4 kishiga yetadigan ovqat qilinishi kerak. Vaqt chegarasi deylik, hamma soat 1 da dasturxonga o'tiradi, o'sha vaqtda ovqat tayyor bo'lishi kerak. Mana shularga mos kelsa, biz loyiha sifatida qarab, jarayonlarni shunga moslab vazifalarni bajarishimiz mumkin ketma-ketlikda. Xo'p, loyiha boshqaruvchisi kim? Qisqacha hamma tushunadigan so'zlarda aytishga harakat qilaman. Bu loyihani rejalashtiradigan, kuzatib boradigan va maqsadga yetkazadigan inson. Ya'ni bu bo'lishi mumkin o'sha o'rtoqlar orasida, do'stlar orasida o'zi shunaqa inson bo'ladiki, masalan deylik, do'stlar bilan sayohatga yoki o'sha toqqa chiqayapmiz. Bunda kimdir hamma jarayonni, ya'ni ko'pgina jarayonlarni o'z bo'yniga oladi. Misol uchun, qayerga boriladi, kim nima olib keladi, qanday mashina ijaraga olinadi, hammasini bir kishi boshqaradi. Odatda shunaqa. Va bu insonni biz loyiha menejeri sifatida ko'rishimiz mumkin. Yoki yana bir misol,
uy qurilishi ko'pchilik biladi. Uy qurilishida loyiha menejeri bu prorab. Oddiy aytganda, prorab ham loyiha menejeri hisoblanadi. U inson uyni qanchada bitishini, dizaynini, ishchilarning nazoratini, chiqimlarning nazoratini va boshqa o'ziga biriktirilgan ishlarni nazoratini olib, kerakli bo'lgan insonlarga ma'lumot berib turadigan va o'rtada bog'lovchi bo'lgan inson hisoblanadi. Hop. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, loyiha boshqaruvchisini vazifalari nimadan iborat? Umuman olganda, loyiha boshqaruvchisining asosiy vazifasi maqsadni aniqlash. Birinchi o'rinda maqsad aniqlanadi, rejalashtiradi, jamoani boshqaradi, risklarni oldini olishga harakat qiladi, mijoz va rahbariyat bilan aloqani doimiy bog'lab turishga harakat qiladi. Ya'ni ma'lumotlarni yetkazib turadi. Xo'p, bu misolda ham o'sha toqqa chiqish, do'stlar bilan chiqish namunasida ko'rib chiqsak bo'ladi. Maqsad do'stlarni yig'ib toqda dam olib kelish. Xo'p, maqsadimiz aniq, rejalashtiramiz. Bozorlikka kim boradi, bozordan nima olinadi, ro'yxat qilinadi, qanaqa mashinada boriladi, qancha yo'l yuriladi, bu ham rejalashtirishga kiradi. Endi jamoani boshqarish. Jamoa deganda bizda hozirgi holatimizda do'stlar bu jamoa hisoblanadi. Xo'p, do'stlarni boshqarish qanaqa? Deylik, oldindan reja qilinadi va bu ham rejalash bilan uzviy bir-biriga bog'liq holat. Ya'ni o'sha toqqa chiqqanda kimdir oldindan kelishilsa yaxshi, janjal bo'lmasligi uchun sen ovqat qilasan, sen idish tovoqni yuvasan, sen o'choq yoqasan, sen mashinani joyiga qo'yib kelasan va shunaqa ishlarni ham boshqaruviga mas'ul bo'ladi. Ya'ni bir kishi qarab turadi. O'sha odam loyiha boshqaruvchisi. Risklarni oldindan ko'rish. Bu degani risk bo'lishi mumkin bo'lgan xavf. Bo'lishi mumkin bo'lgan xavf risk deb ataladi. Deylik, soat obeddan keyin soat 4 da toqqa chiqmoqchimiz. Bu holatda bizda risk nima bo'lishi mumkin? Risk bu yomg'ir yog'ib qolishi mumkin, oddiy misol. Bu uchun riskni oldini olish qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Loyiha menejeri yoki o'sha biriktirilgan odam telefonda ob-havoga kirib, internet orqali ob-havoni ko'rib, xulosa qilish kerak. 90% dan oshiq ko'rsatyaptimi yomg'ir yog'ishi? Demak, yomg'ir yog'ish ehtimolligi katta va bu yerda risk bor, ya'ni xavf bor. Bu xavfni bartaraf etish uchun yokida zondika olish kerak, o'zi bilan soyabon, yokida boshqa jamoaviy o'yinlarni tashkil qilishi lozim, yoki boshqa bir yechim topilishi kerak. Mana shuni ham bir misolda ko'rib chiqdik, riskni. Mijoz va rahbariyat bilan aloqa. Mijoz bu yerda ko'rishimiz mumkin, do'stlar bu mijoz hisoblansa, rahbariyat balkim ularni ota-onasidir, uydagilaridir. Ular bilan doimiy aloqani bog'lab turish yoki o'sha toqqa chiqqanda joyni egasi ham rahbariyat bo'lishi mumkin. Unga ham biz keldik, biz ketayapmiz, mamnuqa holat bo'ldi deb aloqani bog'lab tushuntirib turish lozim. Oddiy qilib aytganda, PM bu jamoaning boshqaruvchisi, loyiha muvaffaqiyatiga javobgar inson. Xo'p. Endi loyiha boshqaruvchisining kelajagi haqida gaplashsak, loyiha boshqaruvchisining kelajagi bu biroz eskirgan ma'lumot bo'lishi mumkin. Quyida video tagida silka beriladi bu saytni ko'rish uchun. Xo'p, bu sayt bizlarda O'zbek Coders sayti hisoblanadi. O'zbek Codersda biz ko'rishimiz mumkin, har kuni live update bo'lib turadi, ya'ni o'zgarib turadi. Bu yerda IT sohasidagi umumiy statistikani keltirishga harakat qilgan, lekin bu yerda umumiy emas, sabab manba kam, ya'ni katta manbalardan olingan, Headhunterdan olingan, misol uchun IT Jobs Toshkentdan olingan va boshqa manbalardan olingan. Aslida bunaqa manbalar juda ko'p, lekin bu yerda shu keltirilgan 10 tadan ziyodroq manbadan olib kelib chiqarilgan statistika hisoblanadi va bu statistikada ko'rishimiz mumkin,
bugunga qadar shu loyiha menejeri, ya'ni project manager statistika bo'yicha bozorda juda talabgor. Hozir ham 3-o'rinda turibdi. Balkim keyinroq o'zgarishi mumkin. Bozordagi talab tushib ketmaydi meni nazarimda. Sabab loyiha menejeri bu insonlar bilan o'rtada muloqotni ushlab, insonlar bilan ishlaydigan asosiy odamlardan biri va bu holatda insonni bilan inson ishlaganda o'rtada sun'iy intellekt yoki boshqa bir toollar egallay olmaydi. Shu uchun ham loyiha menejerining kelajagi porloq hisoblanadi. Umuman olganda statistika bo'yicha odamlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash jarayonida va loyiha menejerining oyliklari ham yaxshi. Bugungi kunda aytib o'tishim mumkin. Loyiha menejeriga bo'lgan talab ancha yaxshi O'zbekistonda ham va dasturlashni tugatganlar hamda loyiha menejeri kursini yoki o'sha loyiha menejeri kelganda ikkalasidan ko'ra loyiha menejeri tezroq o'zini ish o'rnini topadi. Sabab talab katta va stajirovka, ya'ni amaliyot o'tash uchun ko'pgina kompaniyalarda ochiq vakansiyalar bor. Xo'p, bunda siz bilishingiz kerak bo'lgan asosiy ma'lumotlar tafsilotlar orqali ko'rishimiz mumkin. Ya'ni asosiy manbalar bular. Jira bu haqida ham, bu toollar haqida ham alohida gaplashamiz. Metodologiyalar, Waterfall, Agile, Scrum, Kanban bular haqida ham alohida darslar qilinadi nasib bo'lsa. Va bilish kerak bo'lgan ma'lumotlar umumiy mana shu yerda keltirishga harakat qilishgan, lekin bu yerda ham to'liq emas. Silka orqali o'tib mana shuni ko'rishlaringiz mumkin va bizda community bor, Project Manager O'zbekiston. Bu ham video tagida qo'yiladi. Bunga ham ulanib, o'sha sohada kuchli bo'lgan mutaxassislar bilan networking qilib, ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Ya'ni o'z bilimingizni oshirish mumkin. Va men o'z kanalimni berib ketaman. U yerda ham foydali loyiha menejeriga foydali bo'lgan videolar yoki ma'lumotlar bilan ulashib boraman. Hammaga rahmat ajratgan vaqtlaringiz uchun.